Tasodif. 5-qism. Davron ko'zini ochganida quyosh allaqachon osmonda edi. Yonida esa Gulyuz uxlab yotardi. Va nihoyat buni uddaladim. U g'olibona kulimsiragancha Gulyuzning yuzini siladi. Shu lahza ko'zi bilagidagi tish izlariga tushdi. Ahmoq qiz. Ko'z oldiga qizning kechagi qarshiliklari keldi. Gulyuz qanchalik boshi aylanmasin, hushi o'zida bo'lmasin, Davronga ancha qarshilik ko'rsatdi. O'zini osonlikcha topshirib qo'yishni istamadi. Toqati toq bo'lgan Davron oxiri qizni kaltaklab bo'lsa ham niyatiga yetdi. Shu onda Yahyoning reaksiyasini juda ham ko'rgim kelyapti. Davron kulgancha o'rnidan turib yuvingani kirib ketdi. Yuziga tushgan quyosh nurlari tufayli ko'zini ochgan Gulyuz o'zini begona joyda ko'rib, boshida hech narsani anglay olmadi. O'rnidan turay desa butun vujudi qaqshab og'rirdi. Ko'zlarini yumib, chuqur tortar ekan, Malika budur uyg'onibdilarda. Hammom xalatida irshaygancha Davron chiqib keldi. Siz? Gulyuz unga hech narsani tushunmagandek anqayib qaradi. Bu yerda shu onda miyasida chaqmoq chaqqandek bo'ldi-yu, kechagi kun esiga tusha boshladi. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki men boshini changalladi. Yo'q, men endi nima bo'ladi? Endi Yahyo akamga loyiq emasman. Endi hech kimga keragim yo'q. Baqirib, sochini yulib yig'lay boshladi. Davron esa tirjaygancha uni kuzatib turardi. Nima deganim esingdami? Davron mashinasini Gulyuzning ko'chasi boshida to'xtatdi. Men senga uylanaman, sen esa hozirning o'zidan o'sha unashtirilganing bilan orani ochasan. Sharmanda bo'lishni istamassan har holda. Chunki yigit kishi ming sevmasin, birovdan qolgan sarqitga uylanmaydi. Davron gapirar ekan, har bir gapi qizga qanday ta'sir qilayotganini kuzatib ham turardi. Lekin Gulyuz hozir uning gaplaridan ta'sirlanadigan ahvolda emas. Usiz ham hayoti barbod bo'lib, murdadan farqi yo'q, to'kilib ketay deb o'tirardi. Meni eshityapsanmi? Yolg'ondakam jahl qildi. Ha, qaltiragancha javob berdi qiz. Unda hoziroq unga xabar jo'nat, yoningga umuman yo'lamasin. Agar uni soyasini ham yo'latgudek bo'lsang, menga turmushga chiqishni xayolingga ham keltirma. Xo'p. Gulyuz bo'g'ziga tiqilgan achchiq ko'z yoshlar bilan Yahyoga xabar jo'natdi. Mana, bo'ldi. To'g'ri qilding. Endi esa mashinadan tush. Gulyuz so'zsiz itoat qilgancha tushdi. Davron unga biroz tikilib turdi-da, mashinadan boshini chiqarib, "Ha-ya, esimdan chiqay debdi. Kechir, men senga uylana olmas ekanman, chunki men unashtirilganman va tez orada to'yim. Sen esa baxtli bo'l, go'zalim", dedi-yu havodan bo'sa yo'llab mashinani o't oldirdi. Jin ursin. Yahyo mashina g'ildiragini almashtirarkan, yorilishga topilgan vaqtini-chi buni? Jahl qilgancha tezroq bo'lishga harakat qilardi. Aksiga olib ishi ham unmasdi. Goh bu asbob qo'lidan tushib ketsa, goh bunisi, yokida g'ildirakning bir boltini qotirguncha boshqa tarafi og'ib qolardi. Va nihoyat 3 soat deganda bir g'ildirakni almashtirib bo'ldi-yu, yana yo'lga tushdi. Ish qilib shu 3 soat zararimga ishlab ketmasa bo'ldi, o'yladi u. Aksiga olib, u yaqin deb yurgan yo'lni ta'mirlashayotgani sababli yopib qo'yishibdi. Axir kelishda shu yo'ldan keldim-ku. Ta'mirlashga mas'ul shaxsning yoniga borishi bilan zarda qildi. Bu ta'mirlash yana qayerdan chiqdi? Biz reja bilan ishlaymiz. Reja bo'yicha shu yo'lga navbat kelibdi. Shuning uchun boshqa yo'ldan ketganingiz ma'qul. Kech qolyapman. Hamma narsa menga qarshidek go'yo. U boshqa yo'ldan ketish uchun mashinasiga o'tirib ortga burdi. U o'ylaganidek Gulyuzning tug'ilgan kuni kechki paytga yetib kela olmadi. Tug'ilgan kunning ertasi kuni tushga yaqin yetib keldi. U Gulyuzning ko'chasiga kirib kelganida qizning eshigining oldida to'planib turgan odamlarni ko'rib, boshida hech narsaga tushunmadi. Menimcha, ular qo'shnisinikiga kelishgan. Boshiga do'ppi, beliga belbog' bog'lab olgan erkaklarga qararkan, Gulyuzning
Yuzga yaqinlashib qolgan qo'shnimiz bor degan gapini esladi. Ha, aniq qo'shnisinikiga. Qo'shnisining ham uyi oldida stullar turgani bois shunday fikrga keldi. Lekin Gulyuzning uyi oldiga kelganida boshida do'ppi, belida belbog' bog'lab olgan erkakni ko'rishi bilan ichiga g'uluv tushdi. Bu erkak Gulyuzning tog'asi edi. Nahotki buvisi. Xayoliga bir oycha oldin yurak xurujini o'tkazgan buvisi keldi. Shart mashinani to'xtatdi-yu, ko'ngil so'rash uchun Gulyuzning tog'asi tomonga yurdi. Tog'asi Yahyoni ko'rishi bilan ko'zlarini olib qochdi. Bandachilik, Alloh sabr bersin. Yahyo suyuklisining tog'asining yoniga kelib ko'ngil so'radi. O'g'lim. Tog'asi nima deyishni bilmasdan kalovlandi. Haligi sen? Birdan uydan otilib chiqqan Sanamjon opa Yahyoning yoqasiga yopishdi. Uni sen o'ldirding. Ha, sen. Yahyoni ura boshladi. Yahyo esa hech narsaga tushunmagani bois o'zini himoya qilishdan nariga o'ta olmasdi. Tushungani bilan ham nima qila olardi? Qarshisidagi ayol kishi ojiza bo'lsa, ojizaga qo'l ko'tarish uning tarbiyasiga to'g'ri kelmaydi. Qaytarib ber, Gulyuzginamni qaytarib ber. Sanamjon opaga qizning buvisi ham qo'shildi. Nima? Gulyuz? Yahyoning miyasi tormozlanib qoldi. Gulyuz, unga nima bo'ldi? Javob izlab atrofga olazarak boqdi. Ayting, Gulyuz qani? U o'zini ayblayotgan ikki ayolga e'tibor ham bermasdan Gulyuzning tog'asiga yuzlandi. Nima bo'ldi? Nega ular bu yerda? Bular nega Gulyuzni topib ber deyishmoqda? Qani Gulyuz? Afsuski, u endi yo'q. Gulyuz bizni tashlab ketdi. Tog'asi ko'zlarini yerga tikkancha javob berdi. Uni boshini sen yeding. Qilar ishni qilib, endi artistlik qilma. Sanamjon opa Yahyoni siltab tashladi. Yo'qol. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Aks holda o'zimga javob bera olmayman. Gulyuzni o'z singlisi, o'z qizidek ko'radigan Sanamjon opa alamdan kuygancha yigitni urardi. Men sizlarga ishonmayman. Yahyo Sanamjon opani aylanib o'tib, to'g'ri uyga kirib ketdi. Gulyuz kirishi bilan qizni chaqirdi. Men keldim, gulim. Bilaman, ketganimdan buyon sen bilan xabarlasha olmadim. Buning uchun mendan xafa ekanligingni ham bilaman. Buning uchun sendan uzr so'rayman. Yahyo gapirgancha qizning xonasiga kirdi. U yerda Gulyuzning jiyanlaridan boshqa hech kim yo'q edi. Opang qani? So'radi. Bolalar javob bermadi. Gulyuz, bu yoqqa chiq. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Yahyojon, ortidan kirgan tog'a dard bilan uni ruhini qiynamang. Bu bilan nafaqat o'zingizni, bizni ham azobga qo'ymoqdasiz. Men Gulyuzni ko'rishim kerak, degancha ayollarning yig'i ovozi eshitilib turgan katta xonaga yurdi. Gulyuz degancha eshikni ochib kirdi-yu, ostonada haykaldek qotdi. Gulyuz, pichirladi lablari. Gulyuz, tanasi o'ziga bo'ysunmagan holda xona o'rtasida yotqizib qo'yilgan qiz tomon talpindi. Ko'zlaringni och, gulim. Qizning boshini ko'tarib, yuz ko'zlarini silagancha uni uyg'otishga harakat qilardi. Ko'zlaringni och, yagonam. Qara, men keldim. Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklash uchun keldim. To'g'ri, bir kunga kech qoldim, lekin baribir keldim. Bilasanmi nima? Qo'llari titragancha cho'ntagidan 2 buklangan qog'ozni oldi. Esingdami, unashtirilgan kunimizni ertasigayoq sendan pasport ma'lumotlaringni so'ragandim. O'shanda nima qilmoqchisiz deb rosa so'rasang ham aytmagandim, chunki buni tug'ilgan kuningda aytmoqchi edim. Ko'zlaringni och. Bir hafta oldin nikohdan o'tishimiz uchun ikkimizni nomimizdan onlayn ariza topshirgandim. Axir o'zing, dedi-yu, u yog'iga gapira olmadi. Ko'ksida yongan olov butun vujudiga yoyilib, kuydirib, kul qila boshlagandi go'yo. O'g'lim, marhumani bunchalik azoblamang. Qo'ying, ruhi orom olsin. Yo'q, kutilmaganda baqirib yubordi. U tirik, u o'lmagan. Shunchaki u mendan biroz arazlagan. Hademay ko'zlarini ochadi. O'g'lim, yig'lab yubormaslik uchun bor dardini ichiga yutishga majbur bo'layotgan tog'asi Yahyoning yelkasiga qo'lini qo'ydi.
Uni chindan sevsangiz, ortiq uni azoblamang, shunchaki haqqiga duo qiling. Yo'q. Qizning jonsiz tanasini mahkam bag'riga bosdi. U tirik. U hozir ko'zlarini ochadi. U meni tashlab keta olmaydi. Tinmay shu so'zlarni takrorlardi. Gulyuzni qora tuproqqa topshirishganiga ham mana salkam bir oycha bo'lib qoldi. Bu judolik Yahyoni tirik murdadek qilib qo'yganiga qaramasdan, o'sha kuni Gulyuzning kelinoyisi uni ayblaganiga oydinlik kiritish uchun bugungi ishlarini hammasini bir chetga surdi-yu, suyuklisining uyiga yo'l oldi. Assalomu alaykum. Eshikni ochgan Sanamjon opani ko'rib biroz jonlangandek bo'ldi. Va alaykum assalom. Sanamjon opa biroz tund qiyofada alik oldi. Xo'jayinim hozir uyda yo'qlar. Negadir yigitni uyga taklif qilishni istamadi. Men bu yerga siz bilan gaplashib olgani keldim. Yahyo to'g'ri maqsadga ko'chib qo'ya qoldi. Nega o'sha kuni meni ayblaganingizni sababini bilmoqchiman. Nahotki? Sanamjon opa unga "Endimi?" degandek qaradi. Kelinoyi, bilaman, Gulyuzni o'z qizingizdek ko'rardingiz. Gulyuz ham sizni yaxshi ko'rardi. Mana shuning uchun ham bag'rim kuyib ketmoqda. Sanamjon opa yig'lamsiragancha ko'ksiga urdi. U nafaqat qizimdek, balki tug'ishgan singlimdek ham edi. Men bir deganda farzandim va singlimdan ayrildim. Bunga esa siz sababchisiz. Oxirgi so'zlarini nafrat bilan aytdi. Men nima qilganimni hech tushuna olmayapman. Kelganimdan buyon shunday deysiz, balki ochiq gapirarsiz. Yahyoning sabri tugadimi yo asabi taranglashdimi, biroz jahl bilan gapirdi. Yigitning jahl qilgani tabiiyki Sanamjon opaga yoqmadi va u achchiq-achchiq gapirgancha yigitga bor gapni aytib tashladi. Tushunmadim. Yana qanaqa sovg'a, qanaqa ko'ylak, qanaqa uchrashuv? Yahyo hayron bo'ldi. Men Gulyuzga hech qanday ko'ylak ham, boshqa sovg'alar ham jo'natmaganman, chunki bunga umuman vaqtim bo'lmadi. Men borini aytdim. Qolgani sizni muammoingiz. Sanamjon opa eshikni yopishga shoshildi. Ha, yana bir gap. Endi bu uyga kelmasangiz yaxshi bo'lardi. Chunki sizni har ko'rganida qaynona-qaynotamning ko'z oldiga Gulyuz kelib siqilishmoqda. Men esa buni istamayman. Menga ularning, oilamning sog'ligi kerak. O'ylaymanki meni tushundingiz. Degancha Yahyoning javobini ham kutmasdan eshikni yopib qo'ydi. Gulyuz, nahotki menga xiyonat qilgansan? Yahyoning qo'llari musht bo'lib tugildi. Men hammasini aniqlayman, bariga oydinlik kiritaman. Xayollarini telefonning ovozi buzdi. Eshitaman. Assalomu alaykum. Biz sizni bir oycha oldin qoldirgan arizangiz bo'yicha bezovta qilyapmiz. Vaqtingiz bo'lsa, shahar markazidagi FHDYO bo'limiga kelib, nikoh guvohnomangizni olib ketishingizni so'rardik. Davron, Xolida opa ming bir istihola bilan gap boshladi. Hademay to'ying, sen bo'lsa hali ham kelin bola bilan gaplashmayapsan. Uf. Usiz ham asabi tarang o'tirgan Davron oyisini jerkidi. Endi u meni qonuniy xotinim. Xohlasam gaplashaman, xohlasam yo'q. Endi nima qilsam ham haqqim bor. Shunday ekan, siz umuman aralashmang. O'g'lim, nega unaqa deysan? Men shunchaki seni baxtli bo'lishingni, meni baxtli bo'lishimni istagan inson ko'ra bila turib yaqinlariga yomonlik qilmasdi. Men jim. Barmog'ini labiga bosib, jim ishorasini qildi. Jim, oyi, jim. Hamma gapirsa ham siz gapirmang. Men aytmasam ham hammasini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. To'g'ri, men xudbin, ichi qoradirman, chunki sizni o'g'lingizman-da. Alam bilan kulimsiradi. Lekin shunga qaramay o'sha siz yomon ko'radigan buvimni yaxshi ko'rardim. Lekin siz... Davron boshqa gapira olmadimi, oyisining yonidan ketib qoldi. Xolida opaning esa tili aylanmay, qo'llari qaltirab o'tirib qoldi. Menimcha, siz adashdingiz. Yahyo FHDYO xodimining so'zlarini eshitishni ham istamasdan telefonni o'chirib qo'ydi. Mashinaga o'tirdi-yu ishni Gulyuzga olib bergan raqamini tekshirtirishdan boshladi. Raqam o'zini nomida bo'lgani uchun hammasini aniqlash oson bo'ldi. Tushunarli. U Gulyuzning raqamiga kelgan oxirgi xabarlarni o'qir ekan, xabar jo'natgan raqamni juda yaxshi tanirdi.
Demak, menga qarshi urush ochding. Endi esa telefoniga xabar kelganligini bildirib jaranglagan ovoz yana uni chalg'itdi. Fuqaro Abdullayev Yahyo G'ayratovich, sizning va fuqaro Yaqubovaning arizasiga binoan sizlarning arizangiz ko'rib chiqildi va O'zbekiston Oila kodeksiga muvofiq sizlar er-xotinsizlar. Sizlarning nikohingiz 15 aprel kuni rasmiylashtirilgan va ro'yxatdan o'tkazilgan. Yahyo xabarni ko'zlariga ishonmasdan qayta-qayta o'qidi. Bo'lishi mumkin emas. U hammasini tushunib yetdi. Endi meni navbatim. 3 kunlik surishtiruv natijasida ko'p narsani bilgan Yahyoga hozirgi kelgan xabar xuddi jekpotdek edi. Aka, iltimos, meni ham bir marta eshiting. Yig'lagancha akasiga zorlandi Mohidil. Hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Jamol singlisiga shunday qaradiki, Mohidilning yuragi tovoniga tushdi. Biz seni bu yerda o'qiyapti desak, har kuni yashayotgan uyingni oldida mana bunga o'xshash alkashlar ekanda. Jamol chayqalib turgan Tohirga jirkangandek qarab qo'ydi. Bor narsalaringni yig'I, singlisiga buyurdi. Hoziroq men bilan Xorazmga qaytasan, o'qishingni esa qolganini eringni uyida davom qildirasan. Lekin aka, bor dedim senga, baqirdi Jamol. Mohidil tezda ichkariga kirib, kerakli narsalarini yo'l sumkasiga joyladi-yu, akasining yoniga qaytib chiqdi. O'qishingizdagilarga akasi olib ketdi deb qo'yarsiz. Jamol o'ziga yov qarash qilib turgan Gunafshaga bir qarab qo'ydi-yu, gapini aytib, singlisining qo'lidagi sumkani oldi. Aka-singil taksiga o'tirib, to'g'ri aeroportga yo'l olishdi. U yerda ham Jamol talashib, tortishib, Xorazmga 2 bilet oldi. 2 soatdan keyin uchamiz. Singlisining yuziga ham qarab qo'ymadi. Uning nazdida Mohidil shunday yomon ish qilgandiki, Jamol esa uni o'ldirib qo'ymaslik uchun zo'rg'a o'zini bosib turardi. Aslida esa Mohidilning umuman aybi yo'q. U hatto Tohirning mast ahvolda kelganidan xabari ham yo'q edi. Singlisidan xabar olgani kelgan Jamol esa bu voqeaning ustidan chiqdi. Oldiniga u Tohir Mohidil uchun kelganini bilmadi. Qizlar yashayotgan uy oldida turgani uchun undan bu yerda nima qilayotganini so'raganda, Tohir Mohidil uchun kelganini aytdi. Jahli tez Jamol uchun shuning o'zi yetarli bo'ldi. U singlisini ham, uning dugonasini ham eshitishni istamasdan singlisini olib ortga qaytdi. Oyi, dada. Jamol uyga kirishi bilan bor ovozda ota-onasini chaqirdi. Bu yerga chiqinglar. Men o'shanda nima degandim? Ota-onasining qorasi ko'rinishi bilan ularga o'zicha aqllilik qila boshladi. Bu qizingizni shaharga yubormaylik deganmidim? Sizlar esa meni eshitishni ham xohlamadingiz. Mana oqibati. Singlisini ota-onasining oyoqlari ostiga itarib yubordi. Men o'shanda nima degandim? Jamol singlisiga nafrat bilan qaradi. Buningiz har kecha qayoqdagi bir alkash, bomsh bilan uchrashib tunni o'tkazarkan? Aka, Mohidil yig'lagancha akasiga zorlana boshladi. Nega meni eshitishni istamaysiz? Axir men... O'chir ovozingni. Jamol singlisiga shapaloq tushirish uchun qo'lini ko'tardi-yu, qo'li havoda muallaq qoldi. Buningiz bilan o'zingiz gaplashib qo'ying, degancha dadasiga qarab gapirdi-yu, xonasiga kirib ketdi. Qizim, akang nima deyapti? Bahrom akadan oldin Charoz opa qizining yoniga kelib, cho'kkalab o'tirgancha qizining sochlarini siladi. Nahotki ishonchimizni yer bilan bitta qilgan bo'lsang? Yo'q, oyijon. Mohidil oyisini quchoqlab yig'lay boshladi. Men sizlarni yuzingizni yerga qaratadigan hech qanday ish qilmadim. Akam hammasini noto'g'ri tushundilar. Mohidil gapirarkan dadasiga qarab qo'yishni ham unutmadi. Bahrom aka tushundiki, ona bolani yolg'iz qoldirish kerak. Balki shunda Mohidil bor gapni oyisiga aytib berar degan fikrda ularni yolg'iz qoldirdi. Endi gapirchi. Charoz opa erining ortidan qarab qo'ygancha qizini savolga tutdi. Seni nima qiynayapti? Oyjon, Mohidil yig'lagancha hammasini aytib berdi. Akam ko'rgan o'sha mast odam Tohir. Tushunarli. Qizining ko'z yoshlarini artarkan, akang bilan o'zim gaplashaman. Hammasini noto'g'ri tushunganini aytaman. Sen esa hozir xonangga kir. Biroz dam ol. Xo'p, rahmat oyijon.
Mohidil Oysini mahkam quchoqlab, yuzlaridan o'pib qo'ygancha xonasi tomonga ketayotganda darvozaning qattiq taqilayotganidan joyida taq to'xtab qoldi. Nahotki Tohir aka shu yergacha keldi? Xayolidan shu fikr o'tdi. Shu paytda kim bo'lishi mumkin? Charoz opa o'ziga o'zi gapirgancha darvozani ochgani ketdi. U borguncha darvoza ustma-ust 5-6 marta taqilladi. O'zim qarayman. Ayolini chiqayotganini ko'rgan Bahrom aka ayolini to'xtatib, o'zi darvoza tarafga yurdi. Kim u? Darvozaning qattiq taqillashidan asabiylashgancha chiqib kelgan uy egasi darvoza oldida turgan odamni ko'rib hayron bo'ldi. Bu yerda nima qilyapsiz? Qonuniy rafiqamni olib ketgani keldim. Tushunmadim. Bahrom aka savol nazari bilan qarshisidagi yigitga nazar tashladi. Siz adashmasam do'stim Javlonning akasining o'g'lisiz. Ha, ismim Yahyo. U hissiz javob berdi. Rafiqamni chaqirib bera olasizmi? Rafiqam? O'g'lim, sizni rafiqangiz bu uyda nima qiladi? Yoqub va Mohidil sizning qizingizmi? Ha, lekin u sizning rafiqangiz. Demak, adashmabman. Yahyo Bahrom akaning gapini eshitishni ham istamasdan gapirdi. Mohidilni chaqiring, men uni olib ketgani keldim. Bahrom aka hech narsaga tushunmasdan turdi-yu, birdan butun hovlini larzaga keltirib ayolini chaqirdi. Charoz! Labbay dadasi? Erni ovozini eshitgan Charoz opa kapalagi uchgancha yugurib keldi. Qizingni chaqir. O'sha vajohat bilan gapirdi. Xo'p, hozir. Charoz opa bir eriga, bir darvoza oldidagi notanish yigitga qarab qo'ygancha ichkariga ildamladi. Mohidil kirishi bilan qizini chaqirdi. Usiz ham hadikda turgan qizning ahvoli boyagidan-da yomonlashdi. Labbay, iloji boricha hech narsani sezdirmaslikka urindi. Chiq, seni dadang so'rayapti. Xo'p. Mohidil nega, nima uchun ham demasdan tashqariga chiqdi. Labbay dadajon. Dadang o'lgan. Qizi kelishi bilan yuziga tarsaki tushirdi. Tiriklayin go'rga tiqding-ku. Dadajon, hech narsaga tushunmagan Mohidil yuzini ushlagancha yoshli ko'zlari bilan dadasiga boqdi. Bu kim? Bahrom aka o'sha vajohat bilan Yahyoga ishora qildi. Nega uyimiz ostonasida turibdi? Tanimayman. Mohidil unga bir qarab qo'ydi-yu, yana dadasiga yuzlandi. Qizning yuzini ko'rgan Yahyo esa ajablandi. Bu axir o'sha-ku. Xayolidan o'tkazdi, lekin sirtiga chiqarmadi. Salom, go'zalim. Xuddi uni oldindan taniydigandek samimiy bo'lishga harakat qildi. Seni olib ketgani keldim. Siz kimsiz? Mohidil bir unga, bir o'ziga ishonchsizlik bilan qarab turgan dadasiga boqdi. Nega siz bilan ketishim kerak? Mana javobi. Yahyo qo'lidagi nikoh guvohnomasini uzatdi. Yaxshilikcha ketmasang, kuch bilan bo'lsa ham olib ketaman. Mohidil Yahyo uzatgan guvohnomani olishni ham, olmaslikni ham bilmasdan turdi. Nima bu? Hovlidagi shovqinni eshitib chiqqan Jamol guvohnomani olib ko'zdan kechirdi. Hali bunday hunarlarim ham bor degan. Singlisining uzun sochlarini sekin qo'liga o'ray boshladi. Xo'sh, gapirchi, bu yigit kim? Mana bu nima? Bilmayman. Mohidil og'riqdan ingragancha javob berdi. Sochini akasining qo'lidan olishga urindi. Bilmaysanmi? Jamol singlisining sochini yanada qattiqroq o'rab tortdi. Bu ham o'sha alkashlardan bittasidir-da. Jamol, Charoz opa o'g'lining qo'liga osildi. Axir bu singling, nega unga ishonmaysan? Qanday ishonay, oyi, qanday? U yoqda bitta alkash, bu yerda mana bu yigit. Yetarli. Yahyo oxiri gapga aralashdi. Sizlar ishonasizmi yo'qmi, biz qonuniy er-xotinmiz va men hozir xotinimni olib ketaman, degancha Jamolning qo'liga o'ralgan qizning sochlarini yozdirdi. To'g'ri, sizning singlingizdir, lekin endi u mening rafiqam. Men esa rafiqamni hech kimga xafa qildirib, xo'rlatib qo'ymayman. Ishini yakunlab, Mohidilning qo'lidan tutib yoniga tortdi. Mayli, hozircha xayr, biz yana kelamiz dadajon, dedi-yu, ularning gaplarini eshitmasdan ham chiqib ketdi. Mohidil esa nima bo'layotganini tushungancha Yahyoning mashinasi allaqachon uydan uzoqlashib ulgurgandi. Hikoyaning davomi bor. Kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang.